Hammaga assalomu alaykum akalar. Bugungi xizmatimizda 2025 Cobalt'imiz bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Yangi mashina. Ko'p ham yurmagan mashinamizni bo'yabgan muammosi. Xo'p, bobinalarda iskra yo'q. Impuls bor, injektorlarda impuls bor, switchlar ho'llab tashlagan ekan. Hozir buni birinchi olib kelishganda yurmay qolgan holatida nima qildik? Birinchi o'rinda apparatini ko'ryapti, hamma yo'g'i zo'r, toklarni tekshirdik, hamma yo'g'i zo'r. Keyin qilgan ishimiz yechdik, kirishgani yechib turib, iskrani tekshirdik. Iskra yo'q ekan bizda. Iskra yo'qligidan keyin nima qildik? Birinchi programmasini o'qib turib ko'ramiz dedik. Programma yozgan ustalarning diqqatiga imkon darajasida programmani bunaqa hamma ошибкаlarni o'chirib yubormaydi imkonimiz. Bizda ham shu ошибкаlarni maska qilib qo'yganning hisobiga biz ham qiynaldik, diagnostika topa olmadik. Hozir mana zavodskiy programma urgandan keyin ошибкасini ko'rsatdi, xudo xolasa. Endi sizlarga talabimiz nima ustalar? Imkon darajasida ishonchli programma olib, ishonchli programmani yozdirsangiz yaxshi bo'ladi. Xo'p, endi ishga o'tamiz. Xo'p, bizda shu muammo bo'ldi. Iskramiz yo'q edi va bu qaraydigan bo'lsak, keyin borib qaraydigan bo'lsak, mana shu yerda mana kabelimizni mana shu xomatimiz yeb, g'ajib qo'yib, bir-biriga tegizib qo'ygan ekan. Endi hozir mana gazim tosqanimizni yechamizda, rasvidvalni yechib turib, tekshirishimizda qoldi, xudo xolasa. Zavodskiy yozgandan keyin hamma ошибкасini aytdi, xudo xolasa. Shuning uchun xizmatlar bo'yicha mana shunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, iskra bo'lmay qoladigan bo'lsa, tutilishda ham imkon darajada rasvidvaldan boshlashinani talab qilgan bo'lardik. Chunki oddiy misol o'zimizni Sparklarda ham boshqasida ham xuddi shu holat bo'ladi. Shu holatga to'xtaldik, rasvidvalni tekshirib adashmadik hozir. Ошибкani hozir zavodskiy yozganimizdan keyin bilib oldik, xudo xolasa. Endi akamizga birovlar rasvidval dachini to'g'rilab, hozir programmalarni ham chiroyli qilib o'rganamiz, xudo xolasa. Program yetib ketdi. Astrolikni zavodskiy o'qimagan ekanmi? Ha, bo'ldi, mashina xudo xolasa yurdi mana. Shu bitta rasvidvalimizni dachini simi ikkalasi bir-biriga ishqalanib, xullas ishqalanib trener bo'ldi. Xullas ovimizga hozir mana endi qilayotgan ishlarimiz. Xudo xolasa suv dachigini qilib beramiz, zavodskiy qilib birga bir chiqaramiz, plus avtozapuslarni qo'shib beramiz nasib. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kimda shunaqa muammolar bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar aka. Ishlarni chiroyli qilib, sifatli qilib bitirib beramiz nasib ekan. O'sha aytib o'tamiz, muammoyimiz shu rasvidval dachini simidan chiqdi.